alaykum, men Ismoil Vaqtbulay, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti 2-bosqich talabasiman. Bugungi o'tadigan mavzuyimiz pedagogik nazokatning mohiyati va xususiyatlari. Darsda pedagogik nazorat. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Pedagogik nazokatning mohiyati, pedagogik nazokatning asosiy xususiyatlari, pedagogik nazokatning rivojlanish yo'llari. U o'quvchilar xatti-harakati, to'g'ri idrok etishi, vaziyatlarni oldindan ko'ra bilishi, tarbiyaviy metodlarni o'z o'rnida qo'llashi, o'quvchilar bilan muomalada bosqichlik sabr, milliy an'ana va turmush tarzimizda kelib chiqqan muruvvat va himmat, odamiylik va mehr-oqibat tuyg'ularini ko'rsata olishi shart. Bu vazifalar o'qituvchining zimmasiga yuklanadigan va u rioya qilishi lozim bo'lgan pedagogik nazokat deb atalmish faoliyatning zarur shartlaridir. Pedagogik nazokat o'qituvchi axloqiy ma'naviy qiyofasini namoyon etuvchi me'yor tuyg'usi yoki xulq va odob qoidalariga rioya qilishi demakdir. Pedagogik nazokatning o'quvchilar bilan o'zaro munosabatini tashkil etish aytganda, nazokat insonning bir qolipdagi barqaror tasavvurlarda mujassamlashgan shaxsiy insoniy hislatlarning yig'indisidir. O'qituvchining pedagogik nazokati mohiyatida avvalo etnopedagogik tuyg'ular, milliy qadriyatlar, urf-odat va an'analar, o'zbekona tavizi va muomala madaniyati o'quvchilar jamoasiga singib kela oladigan har qanday ijtimoiy muhitga moslashovchi individual qobiliyatlar, kasbiy bilim, ko'nikma va malakalar mujassamlashtirilgan bo'ladi. Pedagogik nazokat pedagogik mahorat bilan birga yillar davomida ustozlar tajribasi o'rgangan holda va o'z hayotiy hamda kasbiy faoliyat tajribalaridan kelib chiqib shakllantirib boriladi. O'qituvchining ma'naviy yetuk darajasi nazokat sirlarini o'rganishda, o'quvchilar bilan muloqot qilish, ko'nikma va malakalarni egallashi, maxsus psixologik bilimlarga ega bo'lishda o'z ustida tinimsiz mehnat qilish natijasida erishiladi. Dilkash munosabatni doimiy ravishda o'z kasbiy faoliyatida mujassamlashtirgan o'qituvchi quyidagilarni unutmasligi kerak. Sinf jamoasiga nisbatan bir qolipdagi fikrlarning muayyan tizimga ega bo'lishi, o'quvchilar bilan doimo erkin muloqot qila olishi, har bir o'quvchiga individual shaxs sifatida yondashishi. Binobarin, o'quvchilarning yomon bo'lishiga, ularning hurmat-e'tiborini qozonmasligiga mumkin emasligiga ishonch hosil qilishi, biror o'quvchiga nisbatan ishonchsizlik, salbiy munosabat sinf jamoasi bilan o'zaro yaxshi munosabatni yo'lga qo'yishga xalaqit qilishini bilishi. Pedagog o'z xatti-harakatlarini, his-tuyg'ularini va pedagogik uslublarni tahlil qilishi kerak. O'zini anglash orqali o'z kamchiliklarini ko'rib, ularni kuzatishga harakat qiladi. Shaxsiy, axloqiy va madaniy qoidalarni mustahkamlash orqali o'quvchilar uchun namuna bo'la oladi. Qisqacha, bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog'-salomat bo'ling.